Xo'sh, buni tuzatsam keyin mazza qilib o'tirsam bo'ladi. Ismagul, hoy Ismagul. Voy jetel, nima xotinim chaqiryapsan? Xotining qayerda? Ha, uyda bo'lsa kerak, men qayerdan bilay uyda? Ha, menga va'da bergan, o'sha va'dasini tez bajarsin. Qanaqa va'da berdi? Senga aytmadimi? Yo'q, menga aytgan yo'q. Qanaqa va'da haqida gapiryapsan? Hozir chiqsa o'zidan so'raysan. Xullas mana chiqdi. Qanaqa va'daligini aytaymi? Ayt chiqani? Xullas, xotining bilan biz bu yerdan ketmoqchimiz, ko'chib ketmoqchimiz, qochib, tushundingmi? Nima? Xotin shu rostmi? Ha, rost. Meni kechiring, iltimos. Yo'q, hech qachon kechirmayman. Yo'qol, tushundingmi? Men seni hech qachon kechirmayman. Yo'qol ikkalang ham. Haqiqatni tan ol, u meni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rsa yo'q bo'l ikkalang ham. Obbo, yaxshi ko'radi dedimi? Nahotki u menga xiyonat qildi. Mayli, o'zi biladi, lekin endi nima qilaman? Bir o'zim yashaymanmi? Zerikib ketaman oxir. Ketdim, kompyuter o'ynayman. Yo'q, xotinim yo'q, endi nima qilaman? Doim o'tiraman men bir o'zim yolg'iz. To'xtanglar-da, xotin yo'q degani bu degani mana bu yoqlarni o'zgartirish kerak degani. Bu yer bunaqa turmaydi endi. Akalar to'g'risida, xotinim nimaga menga bunaqa qildi? Bu yerdagi meni kreslar narsalarim qani? Tushunmadim, tushuntir yurak. Voy, yo'qolib qoldik. Qayoqqa ketdi yerdagi stol stullarim? Yo'qolib qoldimi o'zidan o'zi? G'alati emasmi? To'xtanglar, shunaqa turgandi, bunaqa turgandi, mana yoqda turgandi. Yo'qolib qoldi rostdan ham. Mayli, yangi kompyuter olarman degan. Obbo, stulim ham yo'qolib qoldik. Mayli, qayerdandir toparman. Mana gilamlar ham hech kerak yo'q. Xotinlarning gilamini yig'ishtirib tashlayman endi. Bori mujik bo'lib yashash kerak, bori. Endi umuman kerak emas. Bunaqa narsalar bilan вообще shug'ullanmayman endi. Umuman endi uylanmayman, короче. Bir o'zim yashayman uyimda. Zeriksam ham, vashchi qiynalsam, och qolib ketsam ham bir o'zim yashayman. O'zim uchun o'zim ovqat qilib yeyman. O'zimni ishlarimni o'zim qilaman, короче. Sizlar mendan xafa bo'lmanglar obunachilar, chunki ko'rdinglar, o'zi meni aldab ketdi. Men uni aldash niyatim yo'q edi va men uni aldaganim ham yo'q. U esa meni aldadi. Mayli, Jitel bilan baxtli bo'lsin. Mayli, bu narsalarni borib musorga tashlayman. O'zimda legendarniy bu yerda kravatim bor. O'sha kravatni olib borib qo'yib qo'yaman. O'shanda uxlayman. Tak, buni qanday qo'yib qo'ysam bo'ladi? Mana shu eski usulda shu yerda turardi. Bu yerda deraza bor, derazani ham qayta ochish kerak. Mayli. Xotinim hech kim qaramasin deb derazani yopib tashlagandim. Obbo, rostdan ham asabimni buzdi, lekin mayli. Nima ham derdim, shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'ldi. Lekin men uni kechirmayman hech qachon. Endi qaytib kelish vaqti kechirmayman. Jo'qa. Janob, bu yoqqa keldi. Nima deysiz? Nima bo'ldi? Hozir janjal bo'lgandek bo'ldi ko'chada. Janjal bo'ldi rostdan ham. Qanaqa janjal bo'ldi? Xullas, xotinim bitta Jitel bilan menga xiyonat qilibdi va ular boshqa joyga qochib ketishdi, ya'ni ko'chib ketishdi. Obbo, yolg'iz qolibsan-da. Yo'q, hech qachon yolg'iz qolganim yo'q. Men o'zim bilan o'zim yashayman. Qanday bo'ladi yo o'zing bilan o'zing yashash, nima deydi, yashashing. Men zeriksam siz yoningizga kelaman, kompyuter o'ynaymiz birgalikda. To'g'ri, malades, to'g'ri qilibsan. Senga bitta zo'r gap aytaymi? Ayting. Xotin zotiga ishonma, u seni aldab ketadi. To'g'ri aldab ketdi-yu, lekin hammasi ham aldamasa kerak. To'g'ri, hammasi ham aldamaydi, lekin baribir undan ko'ra o'zing kitob o'qib, aqlli odam bo'lib, videolaringni zo'r qilib tayyorlasang bo'ladi-ku. Undan ko'ra videolaringda boshqa odamni qatnashtir, obunachilaringga aytsang kommentariy yozishadi. To'g'ri. Aytgancha obunachilar endi xotinim videolarda qatnashmasligi mumkin, короче. O'shaning uchun endi videolarda qanaqa personaj qatnashtirsam bo'ladi? Kommentariy yozib qoldiringlar chiqani. Rostdan ham yozib qoldiringlar. Men qatnashaymi? Brat, siz doim qatnashyapsiz. O'zi shusiz ham. Baribirda endi hammasiga to'liq qatnashmayapman, ba'zi chiqib turibman. To'g'ri. Obunachilar, kompyuterchi bratdan chiqsinmi yo'qmi kommentariy yozinglar. Menimcha endi xotinim umuman chiqmasa kerak, chunki u qochib ketdi-yu, ana Jitel bilan xiyonat qilib. Endi uni kechirmayman hech qachon. Mana bu narsalarni esa nima qilsam ekan, qayoqqadir musorga tashlab yuborish kerak. Musor ham yo'q bu yaqin atrofda. Mayli. Janob mer yangi mashina olibdimi? Rostdan ham yangi mashina olibdi. Yo'q, dahshat-ku. Mayli, men shu tomonga tashlab yuborayin. Kimgadir kerak bo'lsa, olib ketadi shu yerdan. Janob merdan so'rayin, qanchaga olibdi ekan? Dahshat mashinaga o'xshayapti. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Jo'qa, qalaysan? Yaxshimisan? Tinchmisan? Rahmat, o'zizam yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q, qayerdan charchayman? Nima gaplar bor? Yangilik yo'qmi? Yangilik endi umuman bo'lmaydi. Nimaga bo'lmas ekan? Xotinim bilan ajrashdik. Jinnimisan? Qanaqasiga ajrashasan? Xullas, ertalab bitta Jitel keldi. Keyin esa aytdiki, Jo'xa, ismi yo'l qayoqqa dedi. Ismini ham bilar ekanmi? Bilar ekan. Keyinchi? Xullas aytdi, keyin u menga va'da bergan, o'sha va'dasini bajarsin dedi.
Men aytdim qanaqa va'da dedim. Xo'sh, qanaqa va'da ekan? Ular kelishib qishloqdan qochib ketmoqchi bo'lgan ekan. Ya'ni u menga xiyonat qildi, boshqasi o'sha Jitilni yaxshi ko'rar ekan. Obbo, yaramas. Rostdan yaxshi ko'rar ekanmi? Ha, ular ketdi qishloqdan hozir chiqib. Oh, yaramas. Yomon bo'pti-ku. Endi nima qilmoqchisan? Bilmadim nima qilishga ham hayronman. Endi yolg'iz yashasam kerak. Yo'q, men senga maslahat beraman, yolg'iz yashama. Yoningga qanaqadir do'stingni chaqir. Qanaqa do'stimni? Bilmadim, obunachilaringdan so'ra kimni chaqirishni xohlashsa, ya'ni kim bilan yashashni xohlashsa aytsin. To'g'ri. Obunachilar kim bilan birga yashasam bo'ladi. Tursunxon bilan yashaymi? Juda ham asabimni yeydi lekin bori. Ha, to'g'ri, u seni o'ldirib yuborishi ham mumkin. Qanaqasiga o'ldirib yuborishi mumkin? U juda ham farosatsiz. Nima ishni qilib qo'yishi mumkin. Seni urib o'ldirib qo'yishi ham mumkin. To'g'ri. Aytgancha sizdan bir narsa so'rayman deganman. Mashinani qachon oldingiz? Ha, kecha oldim. Qalay ekan, zo'rmi? Ha, dahshat lekin. Qanchaga oldingiz? Bilmadim, 9 ta kizmurod bo'lsa kerak. Oho, namcha qimmat. Endi qimmat-da. Ha, mayli. Короче, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga bitta yomon xabar aytmoqchiman. Endilikdagi videolarimda xotin personaji umuman qatnashmaydi. Sababi esa obunachilarimni kamida 80-90% 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar tashkil qiladi. Shu sababdan ularni ongiga yoki aqliy rivojlanishiga noto'g'ri ta'sir qiladi deb hisoblayman bu videolarni. Shu sababdan endilikda xotin personaji umuman chiqmaydi. Sizlar esa kommentariyaga tushib, endilikda qanaqa personajdan foydalanishligimni yozib qoldiringlar. O'sha sizlar yozib qoldirgan personajni videolarga chiqazib, kulgili, qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Короче, videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilar, sizlarga kattakon rahmat. Boringlarga shukr. Janob mer, aytgancha menga 1-2 so'm pul bera olasizmi? Ya'ni 1-2 izimrod. Nima qilmoqchisan? Notebookimni yo'qotib qo'ydimmi, sindirib qo'ydimmi, tushunmadim. Yo'qolib qoldi birdaniga. Aytgancha, senga bitta zo'r narsa aytaymi? Ayting qani? Endi sen yolg'izsan-ki, senga bitta sovg'a bermoqchiman. Qanaqa sovg'a? Hozir men 1 minut zakaz qilib olay. Mayli, zakaz. Nima zakaz qilmoqchisiz? Sen yolg'iz qola olayapsan-ku, endi zerikmasliging uchun senga bitta sovg'a bermoqchiman. Mayli, olib bering. Qanaqa sovg'a? Hozir mana bo'ldi, zakaz qildim. Adashmasam, qishloqning narigi burchagiga kelsa kerak. Qaysi narigi burchagiga? Meni orqa tomonimga. Orqa tomoningizga, hozir orqangizni ko'raychi. Orqangizda yo'q-ku. Jinnimisan? Kafe bor-ku, kafening yonida. Kofening yonidami? Kofening yonida hech narsa yo'q u yerda. Obbo, balinsa bor-ku, shifoxona. Shifoxona bor. O'shaning orqa tomoniga keladi. Borib o'sha yoqda olasan. Nima narsa u? Borsang ko'rasan. Lekin uzoqda, borishga erinayapman to'g'risi. Yana bitta zo'r narsa aytaymi? Ayting. Meni mashinamni, yangi mashinamni haydab borib kelmayli. Faqat joyiga qirib titib tashlash degan narsa bo'lmasin. Nima deyapman, rostdanmi? Ha, rostdan, borib kel. Mayli, rahmat janob mer. Yo, zo'r bo'ldi-yu. Ana endi bu mashina haydab borib o'sha narsani olib kelaman. Nima narsa-ekina? Rostdan ham havasim kelgandi bor shu mashinaga. Janob mer bor minib ketdi-ya. Mayli. Voy, hayajonlanganimda nima deyotganimni bilmayman. Orqasi ham o'chilar ekan. Dahshat mashina ekan. Nima ekan nomi? Patriot. Yoshligimda Patriot degan mashina olishni orzu qilib yurardim. Orzuyimga va nihoyatda erishmadim-ku. Janob mer erishgan ekan, mashinasini haydayapman. Rostdan ham yoshligimda Patriot degan mashina olaman deb yurardim. Ishonmasanglar, Jakdan so'raylar, Jak bilan. Tak, ana endi mana shu tomonga to'g'ri haydab borang, kofening yonida. Qochib tura, urib ketaman. Jinnimisan, yo'lga chiqma. Kofening yonida, shifoxonaning orqasida dedi janob mer. Hech narsa qilmadimi? Ko'cha chirog'ini o'rtasidan o'tib ketdim, hech narsa qilmadi. U ana yoqda bitta yashik ko'rinyapti. O'sha bo'lsa kerak. Tak, bu yerdan qanday bursam bo'ladi? Mayli, pastga tushib burib chiqaman. Tak, mana shu yerdan asta burramiz, lekin shaldiroq aravaday chaqur-chuqur qilar ekan. Zato bor. Mana shu bo'lsa ham bor janob merda. Menda bo'lsa shu ham yo'q obunachilar. Mayli. Orzular orzuligicha qolmaydi deydi. Yurak yurib tursa bas. Yuragimiz urib tursa, hamma narsaga erishamiz nasib bo'lsa. Tak, ana endi mana buni ichida obunachilar janob mer qayiqdan buncha saxovat qildi. Quyosh qayoqdan chiqdi bugun? Quyosh qani? Quyosh joydan chiqqan. Lekin bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga buncha narsani menga sovg'a qilishi mumkin? Yoki faqat bakalni menga sovg'a qilarmikan? Bilmadim. Olib boraychi qani janob mer yoniga. Bizni prochim buni qaranglar. Protsessorni qaranglar. RTX video karta qo'yilgan ekan. Bu endi buni sindirish uchun kirka kerak. Ketdim borib uyimdan kirka olib kelay. Rostdan ham agar shuni menga sovg'a qilsa bormi? Umuman zerikmayman rostdan ham. Aytdi-yu janob mer, zerikmasliging uchun senga sovg'a olib qo'ydim deb. Agar rostdan ham shuni menga sovg'a qilsa, вообще zerikish degan narsani unutib yuboraman obunachilar.
Sizlarga menimcha yo'qsa kerak bunaqa kuchli video kartaga ega bo'lgan kompyuterlar. Menimcha rostdan ham yo'qadi. Lekin realniy dahshat kompyuter ekan, bori kamida 10 ming, 15 ming dollar tursa kerak yoki uni kompyuterni o'ziga olib turib, mana bakalni menga olib kelganmi deymanda, bakalda suv ichasan, zerikmay suv ichib o'tirasan deb turib, ha. Yo, bo'lishi mumkin emas. Lekin mana kompyuterni o'ziga olib keldirdimi? Yo'q, menimcha unaqa emas, chunki aytdi-yu janob mer. Yolg'iz qolganingda zerikasan dedi. Tem bo'li notebookimni yo'qotib qo'ydim deganimdan keyin shu gapni aytdi-da, menimcha o'sha kompyuterni menga bermoqchi. Lekin men qanday sindirsam bo'ladi endi? Menimcha salgina problema bo'lsa kerak sindirish, chunki o'sha problema bo'lmasa ekan. Bo'ldi, men uni ham sindirib ketayam, bu ham sinami ekan, o sinar ekan. Buni bir martalik yashi ekan. Bo'ldi, buni olib ketmayman. Endi janob mer yo'lda yurib, mana bu narsa nima ekan? To'xtanglar, mana poster deb yozib qo'yibdi. Ko'ramiz, qarochi. Birinchi janob mer yoniga boray, so'rayinda nima narsa ekan bu. Orqa tomondan o'tib borayin, yo'ldan o'tib kelganimda bitta JTLga salgina tegib ketdim. Ustimda yozib bermasin yana. Ular yomon bilasizlar, terpillalik qiladi shunaqa. Mashina yo'lga turadi, keyin yozib beradi. Meni urib ketdi. Men endi undan arz qilaman, tudam, atyom qilib yuboradi. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Tak, datchik yonib qoldi. Datchik o'ch, bo'ldi o'chirdim. Datchikni mashina ichida turib o'chirishni o'rganib oldim. Ko'ryapsizlarmi obunachilar? Chotkiya bo'ldi. Janob mer, rostdan shu narsalarni hammasi mengami? Ishonmayapsanmi? Yo'q, ishonmayapman-da. Namuncha qimmat narsalar mana u kamida mana shu zborkani o'zi 1,5 ming dollar tursa kerak, Ha, men izimrodda sotib oldim. Qancha izimrodga sotib oldingiz? 12 stak izimrod adashmasam. Oho, bitta shuni o'zinimi yo hammasinimi? Bitta o'zini, hammasini 24 izimrodga sotib oldim. 24 stak izimrodga. Oho, rostdan mengami? Ha, senga borib o'rnatib ko'r. Rahmat janob mer, ketdim. Yo'q, endi bu narsalar olib borib o'rnatish kerak uyga akalar. Ko'rdinglarmi? Hech bir narsa sababsiz bo'lmas ekan akalar. Hamma narsa sabab bo'lar ekan. Endi hech omadim kelmayotgan joydan birdan omadim kelib qoldi akalar. Men kompyuterxonaga kelmayman endi. Bratga maqtanaymikan? Davay maqtanamiz, let's go. O, janob, qarang mana uni. Oho, jo'g'a, buni qayerdan olding? Kimniki bu? Qayerdan o'g'irlading? Jinnimisiz, o'zimniki? Seriozna? Ha, seriozna? Oho, qimmat u. Ha, qimmat janob mer sovg'a qildi. O, tabriklayman, malades, zo'ru. Arzimaydi. Qanaqa arzimaydi? Rahmat, brat. Arzimaydi, mayli. O, endi buni o'rnatish kerak. Qanday o'rnatsam ekan? To'xtanglar. Birinchi o'rinda bunga joy topish kerak. Uyning ichida keng joy qilish kerak. Menimcha shu yerda siqsa kerak. Tak, birinchi o'rinda. Uxti. Qani, buni yonar ekan. Protsessorni tagiga qo'ysa bo'lar ekan. Bu tagiga turadi o'zi kakras. Endi kresloni o'rnatamiz. Kreslo tushsa bo'lgan eng muhim narsa kreslo, chunki ba'zida tushmay qoladigan odati bor edi bu kresloni. Tak, u tushar ekan, akalar tushar ekan. Yo'q, qanday o'tirsa bo'ladi? Bunga o'tirib bo'lmaydimi nima balo? O'tirib bo'lmasa, ya'ni nima keragi bor bo'lmasa bu kreslo menga? O'tirib bo'lmasa. Obbo, bir tinga qimmat kreslo ekan. O'tirib bo'lmasa ekan, akalar. O'tashamiz, prosta oddiy stul qo'yib o'tiraman. Mana nima narsa edi? Menimcha buni hozir tushungandek bo'ldim. Bu mana yerda turadi. Orqa fon akalar bu. O'tirib stream qilsam bo'ladi, orqa fon. Bu yerdan bitta kreslo olib ketaman endi, nayloj. Olib borib o'sha qo'yib qo'ymasam bo'lmaydi. Bu yerda notebookim ham bor, notebookni olib kelib qo'ysam bo'laveradi. Tak. Okey, mana. Uxti, akalar. Nima bu monster? Lagi teshdan ekan sichqoncha. O'zimda ham lagi sichqoncham bor. Tak, kolonkalar yo'q, dahshat. Musiqa eshitmayman, lekin men kerak yo'q kolonka. Ana prosta chiroyli nashidalar eshitsam bo'ladi. O'shaning uchun ishlataman. Mana mana posterni bu yerda emas, bitta qator tepada qo'yib qo'ysam, menimcha yaxshi turadi, chunki xalaqit qilar ekan bu yerda o'tib qaytishimga. Mana aka, streamga ham menimcha takoy ko'rinsa kerak. Mana bunaqa bo'lib tursa qaranglar akalar mana. Uxti, yorvorishim bor, qirvarishim, yorvorishim ham gapmi. Tek qurol mana shu yerda turaveradi. Menimcha cho'tga akalar, sizlarga yoqdimi yo'qmi kommentariy yozib qoldiringlar. Menga vash yo'qdi. Aytgancha men bakaldi. Shuni ustiga qo'yib bo'lmasa, tagiga turaversin. Bo'ldi, endi cho'tki bo'ldi akalar. Rostdan bor, vashcha xursand qildi janob mer meni. Men uni esa mayli shu yerda turib tursin bu. O'tirib bo'lmasa ham prosta nima edi? Dekoratsiya bo'lib turadi. Qo'yib bo'lmaydi bu yerga. Qo'yib bo'lmasa ekan. Mayli buni olib borib omborxonamga solib qo'yaman yaxshisi.